O'rtoqlar, joyida jannatdan bo'lsin. O'lim haq, lekin ba'zi bir holatlardagi o'limni hech kim havas qilmaydi. Masalan, cho'milayotganingizda xalqimiz orasida ariston deyiladi. Biz ham shunaqa deymiz. O'zbek tilida nima deyiladi? Kommentariyada yozib ketasizlar. Xo'p, 3 ta tavsiya beramiz. Birinchisi, Zavadskoy o'zida mana tokdan himoya tizimi bor. Bu holatdagisini sotib olishni tavsiya beramiz. Ba'zi bir ustalar uzoq yoki dif avtomat qo'ymaydi. Mana uzoq yoki dif avtomat qo'yilishini albatta talab qiladi uy egalari. Uchinchi tavsiya zazemleniya, ya'ni yerga ulanish. Mana shunaqa mana misdan tayyor o'zini stерженlari bo'ladi. Chuqurga podvalga hozir qo'yamiz buni. Qo'lida turadiganlarga yoki qo'l sotib olmoqchi bo'lganlarga imkoniyat bor har holda, lekin yangi dom agar sotib olmoqchi bo'lsangiz kvartira, quruvchidan o'sha dom yerga ulanish tizimiga ulanganmi yo'qmi, shu savolni bering. Videoni savob uchun tanish bilishlarga tarqatib yuboramiz. O'shaga joyimiz jannatdan bo'lsin.